Bugungi darslarimizni mana ikkinchi qismini boshlayapmiz. Sinergiya, additiv effekt va antagonizm haqida mana gaplashdik. Shuni davomi. O'zini alohida formulalari bor dedik, combination index. Endi mana bu rasmni ko'radigan bo'lsak, mana yaxshiroq bo'lishi kerak. Boyagi savollarimizni javobi sifatida va qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Combination index degan narsa mana ikkita dori bor dedik. Ikkita dorini bittasini kombinatsiyaning tarkibidagi miqdorini alohida bo'lgan miqdoriga bo'lamiz, plus ikkinchi moddani kombinatsiyaning ichidagi miqdorini alohida miqdoriga bo'lamiz. Ikkalasini qo'shamiz. Birdan yuqori, birdan past yoki birni atrofidagi raqam chiqishi mumkin. Shunga asoslanib sinergiya yoki additiv effekt yoki antagonist ta'sir bo'ladi deb da'vo qilamiz. Mana additiv effekt plus minusda bir 5% bo'lyapti. 0.95 dan 1.5 gacha yoki 0.9 dan 1.1 gacha qanaqadir oralardagi qiymatni beryapti additiv effekt. Plus minusi borku, uni ham favtor qilamiz, to'g'rimi? Favtor qilganimizda 10% atrofida mana bu nimalar beryapti. Standart deviation misol uchun. Qiymati 0.9 dan 1.1 gacha bo'lyapti. O'sha 0.9 dan 1.1 gacha qiymat berayotganini biz additiv effekt deb tasavvur qilaylik. Combination indexni. Combination index hozir aytganimda. Kombinatsiyaning ichidagi dori alohida dorining konsentratsiyasini bo'lamiz. IC50 qiymatlari bir xil bo'lgandagi holatga nisbatan, yana aytib o'tib ketay. IC60 bilan IC80 ni olmaymiz. IC50 bilan IC60 ni olmaymiz. Bunday IC50 kombinatsiyaning ichida. Alohida holatda IC50, alohida holatda IC50. Shuni bo'lganimizda birdan yuqori chiqishi ham mumkin, kam chiqishi ham mumkin, yuqori chiqib bir atrofida chiqishi ham mumkin. Birdan past keladigan bo'lsa, biz shuni sinergiya deb ataymiz. Yashil. Misol uchun 0.8 chiqdi. Zo'r nima sinergik effekt bo'lsa, misol uchun 0.2, 0.3 chiqib qolishi ham mumkin. Unda bo'ladi. 0.5 chiqsa ham yo'q bo'ladi. Haqiqatda zo'rmi shunchalik? 50% konsentratsiyasini olsa ham shu samarani beryaptimi bo'ladi. Tushunasizlarmi? 0.5 chiqsa. Endi o'sha 0.5 ni hisoblash uchun eng sodda formula mana shu. Eng soddasi, u murakkablari bor. Mana sinergiya, antagonizm, okalari borda. O'ylab topgan formulani. Ya'ni sinergiya nima bo'lyapti? 0.8 dan past qiymat, 0.85 dan past qiymat deylik. Antagonizm nima bo'lyapti? 1.1 dan 1.15 dan yuqori qiymat. Bo'ldi, murakkablik yo'q, faqat eng sodda formula shunga asoslanib hisoblaganimizda shuni berish kerak. Tushunasizlarmi? Mana endi buni ko'raylik. Kelinglar, qolganlar ham ko'rish uchun hozir bu yerda men sizlarga Wordda bir narsa ko'rsatayda. Word ochib olib hozir. Qayerda Word? Shu yerda chiqardi, hozir men Wordda yozay. Uzr. Keyin javob beraman, kechiring meni. Men notepaddan bo'laveradi. Word chiqmay qolganiga hayron qoldim. Xo'p. Qaranglar. Boyagi dorilarimizni konsentratsiyasi, mana katta qilib olay. O'rtaroq qolib kelaman. 0.2. Ya mana 20 mana A modda bu A modda, B modda 30 milligram.
IC 50 qiymati mana. IC 50 qiymati bunda 30 milligram bo'lyapti, bunda 50 milligram. Bunda 20 milligram, bunda 30 milligram. Tushundik-a? Endi sinergistik effekti bormi, yo'qmi degan narsani aniq hisoblash uchun nima qilinadi degan narsani ham bilib ketaylik. Sinergistik effekti bormi, yo'qmi? Ha? Xo'p. Ikkalasini 80% qiymatidagi mana 0.8 chiqardik-ku bo'yi. O'sha 0.8 chiqarganimizni nuqtai nazardan kelib chiqamiz. 20 0.8 qancha bo'lyapti? Uzr. Yarim olganimizda 20 ni 40%. Ha, endi 40% olamiz 0.8 chiqish uchun boyagi. IC 50 nuqtai nazardan kelib chiqayapman. Esimizda qoldi. Ya'ni mana 40 nima bo'lyapti? Pastroqqa yozaydi buni. 40 plus 60. 50 plus 50. 60 plus 40. Hozir gapirgan gapimga mos kelmayapti. U yondashuv murakkab bo'lib ketar ekan, soddaroq yondashuvni aytyapman hozir. 100% dan olaylik ikkalasini. 100% dan olaylik ikkalasini. Nima bo'lyapti mana shunda? Sakkiz yashang. Necha bo'ladi bu? 60%? 12 emas. 30 ni 0.6 ga ko'paytirsa 18. Bu 15 emas, bu 10 ku. Ha, 10 plus 15. 10 plus 15. Ha. 12 plus 12. 12 plus 12. 30 40% bo'lyapti-da, opa. 30 40%. To'g'rimi? Shunda biz sinergiya deb da'vo qilsak, necha qiymatlar chiqish kerak shu yerda? Birdan kichik. 0.8. Ha? Aytaylik. 0.78. Ha? Misol uchun. To'g'rimi? 0.82 misol uchun. O'rtachasini hisoblash uchun yondashuv emas bu. Bu boshqa yondashuv. Konsentratsiyalarni turli xil tanlash zarurati bilan bog'liq yondashuv. 40 bilan 60 ni 3 ta повтор qilasiz. 50 bilan 50 ga 3 ta повтор qilasiz. 60 bilan 40 ga ham 3 ta повтор qilasiz. Sinergiyaning ta'sirini ko'rsatish uchun. Ilmda endi konkret minimal talablarni aytyapman sizlarga. Qiyin bo'lib ketadi-ku emasda, endi katta jurnalda maqola chiqarishni da'vo qiladigan bo'lsak, sinergiyani maksimal talablarga erishish uchun qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni aytyapman. Tushunyapsizlarmi? Ha? 0.8 chiqdi bittasida 0.78 chiqdi, bittasida 0.82 chiqdi. Mana shu holatda sinergiya bor deb da'vo qila olamiz. Tushunyapsizlarmi? Ha? Hisob-kitob bilan deganingiz nima degani? Ha, yo endi o'shani bo'lmadik, formula esimizda-ku hozir. Qaytamiz hozir. Ha, qaytamiz. Ha? Mana bu A holat edi. A holat edi. Endi B holat, mana C holat. Ha? Mana teng bo'lyapti. Mana bunda. Ikkinchi bir holatda, ha? 0.89. Mana bu teng bo'lyapti. 0.95. Ha? Uzr. Yozdimmi 0.95? 0.95. Bunisi teng bo'lyapti. Bir misol uchun. Nima bo'ladi bu? Mana A nima bo'ldi shunda?
Sinergiya. Pastiga yozay endi buni. Tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun. Nima bo'ldi bu? Sinerji. Yo'q, bittasida 0,89, bittasida 0,95, bittasida 1 chiqayotgan bo'lsa, antagonizm emasda bu additiv effektda 0,95 bilan 1,05 yoki 0,9 bilan 1,1 orasida chiqsa additiv effekt bo'ladi dedik-ku. Boring mana 1,05 mana sizlarni qiynab qo'yayotgan bo'lsa, xulosa qilishinglarga. Tushundinglarmi? Bu nima bo'ldi? Additiv effekt. Tushundikmi? Mana C holatda bo'lyapti 1,15 1,17 ha misol uchun 1,13 bu nima bo'ladi? Antagonist. Combination index haqida bo'lyapti bu gapimiz mana. Shu sizlar bir kishi shuni rasmga olib gruppaga nima qilib oling iltimos. Antagonistni anto deb qo'yma mana antagonist eng to'g'ri bo'ldi. Tushundingmi o'rtoqlar hozir buni? Ha? Tushundikmi? Tushunmaganlar qolmadimi? Qolmadi, Xudo xolasa. Mana Ilhomjon opa sizlar bu yo'qliginglarni tushuntirdim. Yana bir marta odamlarga ham tushunarli bo'lish uchun yana qaytaraman. Dorining ichidagi konsentratsiyani alohida konsentratsiyasiga bo'lamiz. Uzr. Birgalikdagi konsentratsiyasini A va B moddani birga ishlatdik-ku, o'sha konsentratsiyani alohida holatiga bo'lamiz. Inglizni D qilib qo'yganmanda, men veb-saytdan olganmanda, shuni D modda, birinchi modda, ikkinchi modda deb bo'ladi. Birinchi moddani kombinatsiyadagi dozasini alohida dozasiga bo'lamiz. Ikkinchi moddani kombinatsiyaning ichidagi dozasini alohida dozasiga bo'lamiz, qo'shamiz. Chiqqan qiymat 0,8 bo'lsa, 0,9 dan past bo'lsa, sinergiya deb da'vo qilamiz. 0,9 dan past bo'lsa, 0,9 bilan aytaylik 1,1 orasida chiqadigan bo'lsa, additiv effekt. Ya'ni farqi yo'q. Ha? Birdan aytaylik yuqori chiqadigan bo'lsa, 1,2 chiqyapti. Shunda bittasi ikkinchisini samarasini pasaytiryapti, antagonist effekt bo'ladi. Tushundingmi? Additiv effekt degani ikkalasini bir-birini qo'shma konsentratsiyasi bilan alohida konsentratsiyasi farqi yo'q degani. Katta ehtimol o'shani defenzin bilan nima dedingiz yana? Mezatsimda birgalikdagi konsentratsiya shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Chunki targeti bir xil bo'lsa. Alohida targeti bo'lsa, yana olib kelishi mumkin. Ya'ni nima qilmaydi? O'xshash targetga ta'sir qiladigan moddalarning ta'siri katta ehtimol additivlikka olib keladi. Targeti har xil bo'lgan moddalarning ta'siri katta ehtimol sinergizmga olib keladi. Endi bittasi ikkinchisini yo'lda bloklab qo'yadigan bo'lsa, u katta ehtimol antagonizmga olib keladi. Endi hujayra murakkab bittasini ta'sir natijasida boshqa bitta modda ishlab chiqarilib, B moddani bloklab qo'yadigan bo'lsa ham, bilvosita antagonizmga ham olib kelishi mumkin, hech kim buni inkor qilmaydi. Ya'ni qo'shma ta'siri alohida ta'sirdan past bo'ladigan bo'lsa, antagonizm bo'ladi. Tushundingmi? Mana endi sizlarga misol. Very strong synergism. Boyagi combination index qiymat bor edi-ku, 0,1 dan ham pasayib ketishi mumkin-da. Kamdangan holatda. Bunda very strong synergism bo'ladi. 0,1 bilan 0,3 nimasida bo'lsa, mana PubMed'dagi maqolaga ko'ra qo'yay. 0,1 bilan 0,3 o'rtasida bo'lsa strong synergism, 0,3 bilan 0,7 ni o'rtasida bo'ladigan bo'lsa sinergizm, 0,7 bilan mana 0,85 orasida bo'lsa moderate, ha? Moderate o'rtacha. 0,85 bilan 0,9 orasida bo'lsa slide, sal pal. Yo bor yo yo'q. O'shanda significant difference
nimaga chiqadida. Significant difference yo'lga chiqib, o'shanda ham slayd mana ajratsa, endi unda muammo yo'q. Slayd bo'lsa ham bo'laveradi. Ha-da. Ha, endi biz o'shaning uchun aytyapman-da, 20-chi asrda qayerdagi bitta kitobda mana shu narsa deyilgan ekansa, ergashib ketavermasligimiz kerak. Men ustida shunaqa axborot bormi yo'qmi bilmayman, qidirib topdim. Kamida minimum nimalar haqida gaplashyapmiz. U eng sodda formulani oldimda men bu yerda. Eng soddasi. Bundan murakkab formulalar bor. Ichidan xato chiqadi-yu. Biz oldin yo yaxshisini, keyin yomonligini ko'rsatardik-da. Bu yerda hamma tumpuslarni bo'lib albatta. Sinergizm o'zini qisqasi alohida metodologik minimum talablari bor. Shu metodologik minimum talablari haqida gaplashyapmiz. 0.9 bilan misol uchun biri orasida bo'ladigan bo'lsa, nearly additive. Additive-da endi. 0.95 chiqsa, yo sinergiya bor ekan deb da'vo qilsak, endi significant difference bormi, yo'qmi degan savol chiqadi. Ishontirish qiyin kimlardir. Bir bilan ikkini orasida chiqadigan bo'lsa, mana endi antagonizm boshlanyapti. Buni teskarisi. Slight antagonizm, moderate antagonizm, 1.5 bilan 3 orasida chiqsa antagonizm. Mana endi mavati 0.1 bilan edi-ku, antagonizmda endi bu shkala ancha kattaroq. 10 gacha deyapti. Bu shkala bir xil ekan menimcha, uzr. 0.1 mana buni 10 dan bir qismi 10 marta kattalashyapti, bir xil ekan. Noto'g'ri, nima o'ylayapman. Ha, antagonizm 1 dan boshlanib 10 marta katta qiymatgacha. To'g'ri, shkala farq qilayotgani bilan necha marta deyayotgani o'xshash ekan. Tushundingmi? Ya'ni minimum qisqasi additive effekt oti nima? Sinergiya yoki antagonizmga qo'yiladigan minimum talablar shulardan iborat. Bu haqda gaplashsak, o'zi vaqtimiz ham yaqinlashib qoladi shekilli. Shuni ulgursak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. X dependent changes. Ana unga bitta qaytaylik boyagiga. Mana bu yerda ko'rinadi, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Videoga ham ko'rinsa kerak degan umidim bor meni. Xo'p. Qaraylik. 0.1 mana bu yerda millimol konsentratsiya. Любой bitta modda deylik, 0.1 konsentratsiyada olindi, 0.2 konsentratsiyada olindi, 0.3 mol konsentratsiyada olindi, 0.4 mol konsentratsiyada olindi, 0.5 mol konsentratsiyada olindi. Ha? Xo'p, endi result deylik. Result shu bir narsani ta'sirini oshirdi, shu 0.1 dagi qaysidir moddani misol uchun konsentratsiyasi, result aytaylik, unda pastroq qo'yib qo'ysam, ko'rish osonroq bo'ladi shekilli. O'shandagi konsentratsiya 0 nima shu aytaylik 25 bo'ldi. Ha? Mana bunda 48 bo'ldi. Korrelyatsiya nuqtai nazaridan kelib chiqyapman. Proporsionallikka da'vo qila olmaymiz deb kecha aytdik-ku. 25, 50, 75 qilib yozmayapman-da o'shaning uchun. 25, 48, mana aytaylik 72, ha? Aytaylik 98, bu yerda aytaylik 125. Ha? Birinchisi davriy ravishda oshyapti, ikkinchisi davriy ravishda oshyapti. Ha? O'rtasida korrelyatsiya bormi? Bor. Faktorlar bilan qilsak, korrelyatsiya borligiga da'vo qilsak bo'ladi. Shuni aytaylik X dependent factor deb, X dependent change, ya'ni concentration dependent change deb da'vo qila olamizmi? X dependent change. Ya'ni mana bu holatdagi X faktor, Y faktor, ha? O'sha X dependent change deb mana bu yerda aytayotganimizni bu holatda concentration dependent change deb atay olamizmi, yo'qmi? Ha?
Hop, ya'ni konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgarish, o'zbekchasiga konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgarish deb da'vo qila olamizmi? Qaraganda bo'la oladi. Bitta qaraganda. Ehtiyotkorlarda Ilhomjon ko'p muloqot qilganlar men bilan. Endi mana hozir qaranglar. Mana Ctrl C qilib bu yerga men kopiya qilib qo'yaydi. Kopiya qilib qo'yganman mana. Ha? 25-48 chiqyapti-da. Chiqyapti. Mana bu yerda 32 bo'lib qolib, bu yerda 98 emas, aytaylik 50 bo'lyapti-da. Mana bu yerda yana 40 bo'lib qolishi mumkinmi? Mumkin. Ha? Buni nima deb ataymiz? Agar birinchisi konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish bo'lsa, buni nima deb ataymiz? Unda nimaga bog'liq unda? Qattan bilasiz uni? Agar ikkilamchi faktorlar bilan birgalikda dizaynni qo'yib, shu natijani olsangiz, shunaqa deb da'vo qila olasiz. Lekin shu eksperimentni o'zida birinchi holatda concentration dependent deb aytib qo'ysak, buni nima deb ataymiz? Va Angliyami, Amerikami, Xitoymi, hamma qilishi mumkin bo'lgan xatolardan bittasida men o'zim ham bir ikkita nimalarda yozganman. Mana bunaqa o'zgarishlarni concentration dependent debdi. Keyin tushundim buni. Concentration dependent deb atab bo'lmas ekan buni. Nima deb ataymiz? Mana pastdagini concentration dependent deb atay olamiz. Konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish. 0,1 da to'g'ri oshyapti, lekin 0,3 da pasayyapti. Konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'sib pasayib minus bo'lyapti. Ana bir tekis ketmayapti. Mana nima deymiz tepadagini? Linear changes deydi bu. Chiziqli o'zgarish mana bu. Linear regression. Ha, o'sha linear regressiya o'shandan kelib chiqqanda linear regression. Ha. Ya'ni linear regressiondan tushuntirsak to'g'riroq bo'ladi. Bundan kelib chiqqan nima endi? Tushunyapsizlarmi? Concentration dependent change mana bu. Qayerda misol uchun pH dependent change deb yozib, pH ga bog'liq o'zgarish deb yozib, chiziqli ketayotgan bo'lsa, pH 2, 4, 6, 8 bo'lib chiziqli ketayotgan bo'lsa, uni chiziqli o'zgarish deysiz. pH ga bog'liq o'zgarish deya olmaysiz. Oxirgisida pasayib qolgan bo'lsa yoki o'rtada bitta tushib chiqqan bo'lsa, o'shanda pH ga bog'liq o'zgarish deb da'vo qilishingiz mumkin. Tushunyapsizlarmi? Bu ham mani maqolalardagi nozik ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlardan bittasi. Balki 20-asrda shunaqa qabul qilingandir. Hozir 21-asrning maqolalarida yaxshiroq, svejiyroq ko'z bilan yondashuv bilan qarasangiz, miya dam olganroq yondashuv bilan o'shanda mana aytayotgan gapimni to'liqroq tushunasiz. Demak, mana ikkinchisi konsentratsiyalik. Bu Konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish. Mana bu konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish. Konsentratsiya X faktorga bog'liq o'zgarishda qisqasi chiziqli linear o'zgarish kuzatilmaydi. O'sib tushish kuzatiladi. Tushundinglarmi? bunda konsentratsiyada temperaturani ta'sir qilishi mumkin. Hasharot. Ha, o'shaning uchun men aytdim-ku, X dependent change. Temperature dependent change, pH dependent change, concentration dependent change. Nima faktor bo'lsa ham, temperatura ham bo'lishi mumkin. Nima vaqtga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Time dependent change. Time dependent change da qanaqa bo'ladi? O'zgarib pasayadi. Yoki mana bunaqa bo'ladi. O'zgarib pasayishini ham bir time dependent change deya olmaymizda, bu alohida nimada maksimumga chiqqandan keyin pasayish bo'lishi mumkin. Reaksiyalarda endi chunki time nimani vaqti degan savol kelib chiqadida, vaqtga bog'liq o'zgarish mana bunaqa bo'layotgan bo'lsa, o'shanda misol uchun iqtisodda bo'ladi. Ha? Iqtisodiy ko'rsatkichlarda ko'rgansizlar. O'shani biz time dependent change deb mutlaq da'vo qilishga haqqimiz bor. Mana bu bizning holatimiz concentration dependent change bunisi, mana bunisi emas. Atayin hali ko'pchilikni mana bunaqa deb to'g'rimi deb so'rab esda qolish uchun aytyapman-da. Hozir konsentratsiyaga bog'liq bo'lmagan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, tepadagida. Ha. Konsentratsiyaga bog'liq bo'lmagan o'zgarish degan terminni ko'rmaganman. Chiziqli o'zgarish deb ko'ring, nima qilasiz o'qiyotgan bechalarning miyasini xotirib. Chiziqli o'zgarish, konsentratsiyaga o'zgarish deyilishi mumkin.
Qaysini? Bunimi? tepadagini aytyapmiz. Tepadagi chiziqli bo'lmagan o'zgarish deyolmaysizda. Yo'q, yo'q. Xo'p, oxirigacha ishdan kechiring, ha. Agarda biz konsentratsiyani orttirib boryapmiz, Ha. hokazo. Ana shuni ikkinchi variantida 0,1 qiladigan bo'lsak, Hop, agar uni rezultat qismi o'zgarmaydigan bo'lsa, hop. qanday xulosa qilinadi? Misol uchun konsentratsiya Bu повтор bo'ladi xolos-da u 0,1 konsentratsiyadagi texnik qaytarib. 0,1 yoki 0,2 qilaylik, misol uchun. 0,1 0,2. Hop, 0,1 0,2. 0,1 0,2. Hop, 0,1 0,2 qildik. Mana biz hozir konsentratsiyani oshirganimizda Hop. rezultat oshyapti. hop. Ha, 0,1 0,2da misol uchun 2 ta 0,1 2 ta 0,2 qildik. Rezultat misol uchun ortmadi. hop, Rezultat misol uchun ortmadi. hop, 125.98 ga chiqmadi. hop. Buni qanday bog'laymiz? Yo 125.98 chiqmadi. Necha raqam chiqqanda men endi oxirigacha ayting-da. O'xshash raqam chiqdi. Ha? O'xshash 25 qilsak, o'xshash raqamga chiqdi. Chizib ko'rsating davomida, keyin qiynamang hozir. Bitta chizib ko'rsating, hozir osonroq bo'ladi. Boshqatdan ayting. Hop. O'sishini konsentratsiyaga bog'liqligi yo'q-da. Ha. O'sha yondashuvimiz noto'g'rida, konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgaryapti degan yondashuvimiz noto'g'ri. Konsentratsiya ortsa ortyapti, kamaysa kamayapti deganda konsentratsiyaga bog'liq ravishda emasda, tabiiy ketyapti u. Konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish degani mana bu. Qayerdadir ko'payib kamayapti degani. Bu shunchaki chiziqli o'zgarish. Konsentratsiya ortsa, konsentratsiya kamaysa, konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgaryapti deyishimiz noto'g'ri yondashuv. Hozirgi kundagi maqolalarda kontentidan kelib chiqib aytyapman. Kimdir qo'llasa uni sani qo'llayotganing noto'g'ri deya olmaymiz. Nima uchun aytyapman? Mana o'sha kuni aytib berdim-ku, savodxonlik deyilyapti-ku. Ha? Savodxonlik darajasini oshirish, savodxonlik darajasini oshirish, işte prezident qarorlariga ham kiritib o'rishgan. Savod degan so'z aslida qora degan ma'noni anglatadi. Savodini chiqardi degani qoralikdan qutuldi, ilmsizlikdan qutuldi deb qo'llanilgan. 100 yil oldin deb men misol uchun chiqib da'vo qilsam, publika bu jinni bu popni qabul qilmasa, publikaning to'g'riligicha qolaveradi. 100 ta odam ichidan konsentratsiyaga bog'liqlik mana bu, sani gaping noto'g'ri desa, bo'ldi. Xo'p, uzr deyman. Maqolani topshirayotganda shunaqa qilib yozsangiz qabul qilmaydi deb ogohlantirib qo'yganman shu. Tushundingizmi? Yo, endi shunaqa qilib tushuntirmasam qiyin-da, chunki bir necha marta oldin tushuntirganman-da, buni boshqalarda ham shunga muammo bor. Hozir xayolimga kelgan yaxshiroq nima shu bo'ldi. Qanaqadir eksperiment olib borishi, shu narsani konsentratsiyaga bog'liq ravishda ortmayotganligini isbotlashganligi uchun shu narsani kiritishgan. To'g'rimi? Endi nima sababdan kiritishganini bilmayman. Bir narsaga bog'liq ravishda o'zgarish degani chiziqli bo'lmagan o'zgarish degani. Temperatura oshib boryapti, natija to'lqinsimon. pH bir tekisda oshib boryapti, natija to'lqinsimon. Ha? Vaqt o'tib boryapti, natija to'lqinsimon. O'sha bir narsaga bog'liq o'zgarish, X faktorga bog'liq o'zgarish. Agar bu oshib borsa, bu ham oshsa, bu oshib borsa, bu ham oshsa, u chiziqli o'zgarish bo'ldi. Tushundinglarmi? Biz tushundagi mohiyatni tushunish kerak. Yo, o'sha mohiyatni tushuntirishga harakat qilyapman. Nima uchun atos qilganligini Yana qarang, bitta narsa aytgan, agar eksperiment qo'ysangiz, o'z esingizda kelib qoladi. Demak deb qilmaysiz. Problema bunaqada. Problema bunaqa, qarang. Oti nima? Lomonosov. Ha? 18-asr oxirrog'ida modda massasini saqlanish qonuni degan qonun qildi. Hozir ham shuni qonun deb kimlardir qonun deb tushunadi. Eksperimentlar bo'lyapti. Faqat yadro reaksiyalarida emas, kimyoviy reaksiyalarda ham juda oz miqdorda bo'lsa ham massa o'zgarishi vujudga kelar ekan degan eksperimental ma'lumotlar bor. U eksperimental ma'lumotlar modda massasini saqlanish qonuni degan qonunni inkor qilishga arziydi. Uni endi
hamma qabul qilishi vaqt talab qiladigan narsa. Haligi eksperimentlar nima chop qilinishi kerak, unga o'xshagan natijalar yana chop qilinishi kerak, kattaroq masshtabda olinib, mana haqiqatan noto'g'ri ekan, materiyani massasini saqlanish qonuni degani to'g'riroq ekan desa, keyin umumiy nima qabul qiladi. Endi o'sha umumiyni ichida bilmaganlar yo aslida bu bunaqa, san noto'g'ri aytyapsan desa haqqi bor. Prosta maqolasini qabul qilmasligi mumkin. Shu X-dependent changes deyilgani. Hozir men o'sha X-dependent changes deyilgani, misol uchun Elsevier, Springer maqolalarida ham yo'q deb aytib bo'lmaydi. Editor reviewerlar ham shuni o'ylashi mumkin-da, hozir meni fikrimga teskari ravishda. Maqolalardagi qisqasi nima qilinadigan narsalar shu. Mana bu nima bo'lyapti? Konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish. Aniq. Bu nima bo'lyapti? Konsentratsiyaga bog'liq o'zgarish. Temperaturaga bog'liq o'zgarish. Mana shunda linear o'zgarish. To'g'ri chiziq bo'ladi degani emas linear ham. Tendensiya ortish. To'g'ri chiziq bo'ladi degani emas. To'g'rilab ketsa, ya'ni kamchiligimmi? Linear degani har doim to'g'ri. Ya'ni chiziqli o'zgarish. Mana bu temperaturaga bog'liq ravishda o'zgarish. Temperaturaga bog'liq ravishda o'zgarish, konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgarish. Uzr, ikkalasi konsentratsiyaga bog'liq ravishda o'zgarish. Tushundingmi? Ha? Mana shunda mana bunday mas'uliyatli agar hammasini o'zgarib bo'lsa ketadi, nima deb qolmaysan, nimaga oshsa, mana bu o'rindiqda linearlikni da'vo qilaverasiz, problema emas. Mana bu o'rindiqda endi linearlikni da'vo qila olmaymiz. o'sish nuqtasigacha bu chiziqli, o'sish nuqtasidan keyin o'zi Konsentratsiyaga bog'liq. Ha. Endi bu yerda temperaturaga bog'liq. Tushundingmi? Ha? Yaxshi xabar aytaymi? Keyingi hafta mana standart deviation boshlaymiz dushanba. Miyani yaxshilab dam oldiringlar shanba bozor. O'zinglarni qiynab olmanglar, sal dam olinglar ko'proq. Ha, kesatyapman. O'xshata olmadim kesatish hozir. Harakat qilinglar standart deviationni muvaffaqiyatiga ozgina kirishga. Savollar ko'p bo'ladi. Standart deviation bilan bog'liq juda ko'p hali ikki yoqlama qarashlar bor. Kimdir buni noto'g'ri deydi, kimdir to'g'ri deydi. Mo'tadil bir pozitsiyani topib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Lekin juda ko'p narsa bor. Populyatsiya uchun alohida standart deviation bor, sample uchun alohida standart deviation bor. Mana Excel'da bundoq qidiryapganinglarda standart deviation formulasida ba'zi holatlarda n-1 deb yozib qo'yganini ko'rgansizlar-ku. Bilmagansizlar. Shu n holati bor, n-1 holati bor. O'sha qisqasi populyatsiya uchun, sample uchun alohida variantlar. Gaplashamiz keyingi hafta. Bu hafta juda ko'p. Mana bitta mashinani o'zidagi ma'lumotlar juda ko'p. Significant difference o'zida. Har bitta rasm o'zi yarim soat 40 minutga borib taqaladigan masalalarda. Bugungi mavzuga aloqador savollaringiz bormi? X-dependent changesga aloqador, sinergiya, antagonizm, additive effektga aloqador, zebrafishga aloqador, dizaynga aloqador. Ko'p narsa o'rganamiz bugun. Savollaringiz yo'qmi? Bunda videoni o'chiraman. Savollaringiz chiqib qolsa yana gaplashaveramiz. YouTube'dagilar sizlardan iltimos shu like qo'yib qo'ysanglar, shu videolar ko'proq odamlarga yetib boradigan bir umid bor. Mashhur bo'lish niyatim yo'q shaxsan meni. Universitet tomonidan moliyalashtiryapti. Universitetga ham bir reklamasiga bir nima bo'lar degan nima bor. Like qo'yib qo'yinglar, qiyin bo'lmasa iltimos. Salomat bo'linglar. O'chirdim.